Assalomu alaykum, sog'liqli axşamlar. Bugungi kundan vlog görürsüzler. Ben de Cem İştam, Zamandar Media'nın asoschisi Xivoga klip syomkasına gitib otimiz Cem İştam bilan. Görüp Arda Xivoga girdik. Shunday atmosfera bizlar kutib oldi. Cem İştamga qarasam, bu yanda ideolar tutdilar. Bu yanda Askaram, Ümirbekam, Zaparam, qo'shiq asoschisi Sanjarbekam klipini ochamiz men. Bu yanda she'rlar. Usta bu qo'li qijidi, bir tinib ketamiz. Özümden getip jong'ildab liftga minib Arda Xivoning eng ustidan chiqaman bilan liftga chiqdi. Bir o'zimdan yendasam Askaramim bor ekan. Ucha bugun klip dim yomon bo'ladi deb tutdik. Qarasak, bu yana chiqsak, bu yanda Askaram chorib atdi. Aha, javasayda bo'ldi. Klip zo'r bo'tirdi deb chorib atdi. Bu yanda mehmonlar ham bor ekan. Lezjilardan ham yurardik. Bu yanda istoriyalarga tutdi. Bilal Xivo kalami. Askar shoqi bir o'zi shunchaga bela bormi? Bir yana qarasam Sanjaram klip syomkasidan tushib turibdi. Xudo xolasa tez kunlarda premyerasi chiqadi. Biz shuni aytib bu yana qaytdik. Necha etib kunlarimiz o'tganini bilmay qoldik va nihoyat vlog tugadi. Hammaga rahmat.